Ibn Sino atrofidan budjetli narxda uchastka so'raganlar uchun 2 etажkali korobka uchastkalarimiz $85,000 dan sotiladi. Ya'ni manzilimiz Ibn Sino taxta bozoridan Betonkadan 1 kilometr kirganimizda Ahmad Yassaviy mahallasida joylashgan. Eski nomi Yosh Leninchi ham deyshadi bu joylarni. Ko'rib turganlaringizdek 8 ta qurilgan uchastkamizni maydoni 1,2 sotixdan bo'ladi. Hozir ichkaridan ko'rsatib beraman. Xo'sh, uchastkamizga keladigan bo'lsak, bitta mashina sig'adigan joyi bor, darvozaxonani ko'rishimiz mumkin. Bitta sanuzel ham joylashgan. Asosiy binoga kiradigan bo'lsak, mana shunaqa hol bilan boshlanadi. Xonalar ketma-ket joylashgan. O'ng qo'lda zal, mehmonxona. Xohlasanglar kuxnya bilan bitta qilib studiya formatida qo'rsanglar bo'ladi. Sababi kuxnyani bu yoqqa rasxod qilishgan ekan. Menimcha bu yoqdan ko'ra o'sha zalga ko'chirganinglar ma'qul dedim. Bu yoqda bo'lsa bitta katta yotoqxonasi o'zini sanuzel bilan birga va zinani yonida yana bitta sanuzel joylashgan. Ikkinchi etajga keladigan bo'lsak, chiqishimiz bilan mana shunaqa kattagina holni ko'ramiz. Bitta sanuzeli bor. Chapda birinchi bolalar yotoqxonasi, bu yoqda ikkinchi bolalar yotoqxonasi joylashgan. Va uchinchisi kattalar yotoqxonasi, kattagina razmerda garderob va sanuzel bilan birga. Ko'rib turganinglarda, bitta kvartirani sotib, uchastka qilib qo'yaman desanglar zo'r variant. Old taraflama ham parkovshin joylariga ega bo'ladi. Mahallani ham ko'rishimiz mumkin. Faizli asfalt bo'lgan mahallalar, suv, svet, gaz hamma narsa bor. Pastda mana shu joyga egar nomerini qoldiramiz, telefon qilib bemalol savdolashsangiz bo'ladi. Ibn Sino atrofidan budjetli narxda uchastka so'raganlar uchun 2 etажkali korobka uchastkalarimiz $85,000 dan sotiladi. Ya'ni manzilimiz Ibn Sino taxta bozoridan Betonkadan 1 kilometr kirganimizda Ahmad Yassaviy mahallasida joylashgan. Eski nomi Yosh Leninchi ham deyshadi bu joylarni. Ko'rib turganlaringizdek 8 ta qurilgan uchastkamizni maydoni 1,2 sotixdan bo'ladi. Hozir ichkaridan ko'rsatib beraman. Xo'sh, uchastkamizga keladigan bo'lsak, bitta mashina sig'adigan joyi bor, darvozaxonani ko'rishimiz mumkin. Bitta sanuzel ham joylashgan. Asosiy binoga kiradigan bo'lsak, mana shunaqa hol bilan boshlanadi. Xonalar ketma-ket joylashgan. O'ng qo'lda zal, mehmonxona. Xohlasanglar kuxnya bilan bitta qilib studiya formatida qo'rsanglar bo'ladi. Sababi kuxnyani bu yoqqa rasxod qilishgan ekan. Menimcha bu yoqdan ko'ra o'sha zalga ko'chirganinglar ma'qul dedim. Bu yoqda bo'lsa bitta katta yotoqxonasi o'zini sanuzel bilan birga va zinani yonida yana bitta sanuzel joylashgan. Ikkinchi etajga keladigan bo'lsak, chiqishimiz bilan mana shunaqa kattagina holni ko'ramiz. Bitta sanuzeli bor. Chapda birinchi bolalar yotoqxonasi, bu yoqda ikkinchi bolalar yotoqxonasi joylashgan. Va uchinchisi katta yotoqxonasi, kattagina razmerda garderob va sanuzel bilan birga. Ko'rib turganinglarda, bitta kvartirani sotib, uchastka qilib qo'yaman desanglar zo'r variant. Old taraflama ham parkovshin joylariga ega bo'ladi. Mahallani ham ko'rishimiz mumkin. Faizli asfalt bo'lgan mahallalar, suv, svet, gaz hamma narsa bor. Pastda mana shu joyga egar nomerini qoldiramiz, telefon qilib bemalol savdolashsangiz bo'ladi. Ibn Sino atrofidan budjetli narxda uchastka so'raganlar uchun 2 etажkali korobka uchastkalarimiz $85,000 dan sotiladi. Ya'ni manzilimiz Ibn Sino taxta bozoridan Betonkadan 1 kilometr